Futbol tarixida nuqsonli bo'lib tug'ilishiga qaramasdan barcha sinovlarga bardosh berib, futbol afsonasi darajasiga ko'tarilgan futbolchi borligini bilarmidingiz? Tanishing, bu hammamiz biladigan o'sha afsonaviy sehrgar Garrincha. To'liq ismi Manuel Francisco dos Santos, Braziliyaning Rio de Janeiro shahrida 1933-yilning 28-oktyabrida dunyoga kelgan. Garrincha esa aslida uning laqabi bo'lgan. Braziliyada yashaydigan kichik, tezkor va erkin qushning nomi hisoblangan. Bu laqabni unga yoshligida fe'l-atvori va harakatlariga qarab singlisi qo'ygan. Shifokorlar unga hech qachon mustaqil yura olmaysan deyishgan, chunki u qiyshiq umurtqa pog'onasi va biri ikkinchisidan naq 6 santimetrga qisqa bo'lgan oyoqlar bilan tug'ilgan edi. Lekin Garrincha ushbu oyoqlar bilan ham futbolni san'atga aylantira olgan. U 2 karra jahon chempioni, braziliyalik afsona. Uning statistikasi va faktlari shunchaki insonni aqldan ozdiradi. Botafogo klubi afsonasi sifatida 500 dan ortiq o'yinda maydonga tushgan. Qanot hujumchisi bo'lishiga qaramasdan, ushbu uchrashuvlar davomida 232 marotaba raqiblar darvozasini ishg'ol qilgan. 1962-yilgi jahon chempionatida Pele jarohat olib safdan chiqqan paytda u yakjahon o'zi jamoani chempion qilgan. O'sha turnirni u ham oltin to'p, ham oltin butsani qo'lga kiritishlik bilan yakunlagan. Stadionlardagi mashhur Ole hayqirig'i aynan uning himoyachilarining ustidan kulib chiroyli aldab o'tishlari ortidan paydo bo'lgan. Va eng dahshatli fakt, Garrincha va Pele terma jamoada birga maydonga tushgan 40 ta o'yinning biror martasida ham Braziliya umuman mag'lubiyatga uchramagan. U taktika nimaligini bilmasdi. Asosiysi tomoshabinlarga quvonch ulashish edi. Shuning uchun uni xalq orasida qiyshiq oyoqli farishta nomi bilan Peledan ham ko'proq yaxshi ko'rishgan. Qahramonimiz Garrinchaning hikoyasi mana shunday qiyinchiliklarga va mushkulotlarga boy bo'lishiga qaramasdan, u barcha sinovlarni yengib o'tib, futbol afsonasi nomiga sazovor bo'lgan. Shunga o'xshash qiziqarli futbol ma'lumotlaridan bahramand bo'lishni istasangiz, bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying.